Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz bugun Photoshop 2022 ning biz Knop taxtasi orqali qorallarni eng tez holat ishlaydigan qisqa yo'llarni tunishtirib o'tamiz. Photoshopning ichidagi har bir ko'znak, har bir qoral yoki mashg'ulotlarning qisqa yo'llari bo'ladi. Biz buni hammasini to'liq so'zlab bo'lmaymiz, chunki bu intayin ko'p. Lekin buning ichida biz eng ko'p qo'llanadigan Photoshop loyiha ishlarida eng ko'proq ishlatilgan qisqa yo'llarni tanishtirib o'tamiz. Buning ichida dastlabda eng ko'p ishlatilganimiz, masalan, Ctrl oldin soatini so'zlagan Ctrl O. Biz Knop taxtasidan Ctrl O ni bossak, rasm ichish ko'zniki ishildi. Undan boshqa biz yangidan ijod qurmoqchi bo'lsak, Ctrl In. Ctrl In ni orqali biz yangidan ijod qurish ko'zniki acha olamiz. Undan boshqa eng ko'p qo'llangan Ctrl V, Ctrl C. Mesela men odamni men ko'k ekranga yetkazmoqchi bo'lib qolsam, Ctrl C ni bosib, undan keyin men Ctrl V ni bossam, mana ekranga keldi. Undan boshqa men odamni ishga ko'paytmoqchi bo'lsam, buning nurg'un usullari bor, lekin men hozir qisqa yo'llarni so'zlab o'taman. Knop taxtasidan Ctrl J. Hozir men 2 oldi. Masalan, hozir buni 3 ko'paytmoqchi bo'lsam, yana Ctrl J ni bosaversam, qancha bossam shuncha men qarasanglar mana qavat ko'znikida odam qo'ldab ketdi hozir. Tushirib o'tdim. Undan boshqa men batning hamma tanlamoqchi bo'lib qolsam, Knop taxtasidan Ctrl A. Buni qarasanglar mana. Bu hozir hammani tanladi bu. Ctrl A. Men buni tanlashni amaldan qoldirmoqchi bo'lsam, Ctrl D. Undan boshqa bu odamni masalan yoki mana shu ishlatayotgan mashg'ulot ko'znikidagi rasmni biz yiqilatmoqchi bo'lib qolsak, odatda mana shu lob aynak orqali mana men qoral tizimlikidagi qoral orqali yiqiltib yiroqlatib qila olamiz. Lekin biz bu qoralni bosmay turib, odatda yetkash qorali orqali musholat turibmi, Knop taxtasidan Ctrl plus. Ctrl bosib turamiz, undan keyin plusni bosib tursak o'zi yiqilaydi. Undan keyin yendiki minus. Minus bilan plus. Mana shu ikkisini bosish orqali yiqilatib, yiroqlatib qila olamiz. Undan keyin men odamni yiqilatgandan keyin buni asl holatiga qaytarmoqchi. Qaytarish uchun ya'ni Ctrl minusni bosib birdan-bir qilishimning hojati yo'q. Masalan, bu holatda Ctrl 0 ni bossam, rasm asl holatiga qaytadi. Undan keyin bu rasmni masalan hozir ayrim rasmni so'zlay. Masalan, bu holatda biz bu rasmni hozir 67% holatda cho'nyapti. Rasmni ekranga to'ldirish uchun Ctrl bilan birini bossak, ekranga butun keladi. Biz buni asldagi holatiga qaytarish uchun Ctrl 0 bossak, mana holatiga qaytadi. Undan keyin rasmni grupplash. Grupplash uchun masalan men bayamqi ko'zga qaytay. Masalan, hozir men rasmni ekaldim. Masalan, men ikki rasmni grupplamoqchi bo'lsam, ikki rasmni Ctrl ni bosib turib, ikkisini tanlab, Knop taxtasidan Ctrl G, inglizcha G deb qo'yamiz. Shuni bossak, bu ikkisi hozir grupplandi mana. Buni masalan unum bersak, masalan mana. Mesela hozir qanday mashg'ulot qilsak, ikkisiga teng beriladi.
bu grupplash usuli. Men ma rasmni qaytib turay. Masalan, bu rasmni men Photoshop'niki ko'rinmagan ahvolasida faqat rasmni ham ko'rmoqchi. Bütün diqqatimni rasmga markazlashmoqchi bo'lsam, ko'rik taxtasidan F'ni bosish orqali mana bu holatga yetalayman. Undan keyin Ctrl plusni bosib, taxmi yaqinlashtirsak bo'ladi. Mana bu maqom qolsa, Ctrl 1 ni bosish orqali, masalan, agar kichik bo'lib qolib qolsa, mana Ctrl 1 ni bosish orqali ekranga to'shqiza olamiz. Mana bu holatda. Buni asliga qaytarish uchun yana ko'rik taxtasidan F ni bossak, asliga qaytadi. Undan boshqa SIM kartada telefon 3.6 bunda ta'ti ekan, biz buni tiklanib ko'rish uchun bunun bir necha xil usuli bor. Masalan, biz buni qo'limizda miyada bunda aylantirsak bo'ladi. Buni bir agar bunda aylantirmay buni umuman o'sha ko'zakni butun aylantirishga shu qolib qolsa, ko'rik taxtasidan rini bosgandan keyin qo'lga chiqadi. Undan keyin mana biz mana bu holatda rasmning ko'znikini xohlagan shaklda aylantira olamiz. Masalan, buni aylanib qilib bo'lgandan keyin ilk ko'nikni bossak, asliga qaytib ketadi. Undan boshqa rang tanlash quroli. Rang tanlash qurolining qurol tizimiga ishlasak bo'ldi. Bu maqab qolsa, mana qurol tizimiga bu yerda bor. Bu yerdan olib ishlasak bo'ldi. Bo'lmasa tizlam shu qurolni tiz ijro qilish knopkasi ko'rik taxtasidan oy. Mana agarda masalan hozir buningki masalan qora ekan, mana qora holatda biz buni ishning beshini rangiga o'zgartmoqchi bo'lsak, masalan ko'rik taxtasidan oyni bosib, xohlagan yana rangni cheksak, mana bu yerga rang o'zgaradi. Mana biz bu holat ishlasak bo'ldi. Undan boshqa lopaynek quroli. Masalan, mana bu rasmga yaqinlatib, yiroqlatgan lopaynekniki tizlatma knopkasi, knopka taxtasidan Z. Masalan, hozir men yetkash quroli V. Men ishlatish jarayonimda ishlatib turib, buni lopaynekga o'zgartmoqchi bo'lsam, knopka taxtasidan Z ni bossam ham o'zgaradi. Undan keyin men yiroqlatib, kichiklatib qila olaman. Mana masalan, hozir V ga o'zgartib, yetkash qurolini ishlatgan bo'lsam, endi hozir men yana kichiklarga cho'ng'aytirishga ehtiyojli bo'lsam, ko'rik taxtasidan Z ni bosib bilan yana shu kichiklatib cho'ng'aytirish holatiga yetalayman. Undan keyin o'chirish quroli. Masalan, o'chirish quroli biz bu yerdan akilib cheksak bo'ladi. Agar bu maqab qolsa, biz ko'rik taxtasidan I, masalan hozir men yetkash quroli dedim. Ko'rik taxtasidan I ni bosish orqali biz bu o'chirish qurolini kichikman cho'ng'aytay. Mana o'chirish quroli o'sha holatda xohlagan masalan mana o'chirish quroli. Bu o'chirish qurolniki tizlatma knopkasi I. Biz odatda masalan boshqa mashg'ulot qilayotgan bo'lsak, I ni bosish orqali buni yetalaymiz. Undan boshqa masalan ma'lumot keldi. Endi men buni sal kichikroq holatda qilmasam, masalan men qurol bir cho'ngib ketdi. Bu cho'ngib ketgan bo'lsa, qurol holatda mausning o'ng tarafini chekib, miyadan qurolning cho'ng kichikligini tangshalayman. Mana. Masalan, bu o'chirish qurolniki aylanmasdan cho'ng kichikligini tangshalayman. Lekin men buni har birimda tangshab qilib bo'lmayman. Shu tezroq qilish uchun, masalan hozir mahallat o'chirish qurolniki cho'ng bo'lgan bo'lsa, buni ko'rik taxtasidan cho'ng tirnoq. Shu
qo'shish ilishning ostidagi cho'ng tirnoqni besish orqali bu uchirish qurolininki diametrini cho'ng kichikligini ko'nik taqsidan cho'ng tirnoqni o'ng taraf so'l tarafni besish orqali mana cho'ngaytib kichikitish nimasiga yetalaymiz. Mana bu ko'nik taqsidan ma plus minusninki ostidan bor. Mana biz masalan miyagi yoqda cho'ng kesib ilib, cho'ngroq ilib, sal kichikitmoqchi bo'lib qolib qolsak, bu ko'nik taqsidan islam kichikitib, bu odatda mashg'ulot o'tmasak bo'ladi. Biz ko'proq ishlatilgan tizlatma knopkalari shu. Qolganini yana darsimiz davomida so'zlashimiz mumkin. Bu vaqtliq darsimiz mushada oxirlashdi. Yana vaqtni dars ko'rishcha salomat bo'linglar. Allohga omonat.